Anemiya, diareya va rivojlanishdan ortda qolish gijjalar sababli kelib chiqadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Gijjalar va parazitlar inson organizmida yashab, turli xil kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ular nafaqat ichak, balki jigar, asab tizimi, hatto immunitetga ham zarar yetkazadi. Qanday qilib gijjalar kamqonligi sabab bo'lishi mumkin dersiz? Gijjalar qon orqali oziq moddalarini tortib olib, organizmda temir va vitamin yetishmovchiligiga olib keladi. Natijada aqliy yoki jismoniy rivojlanishdan ortda qolish holatlari, holsizlik va terida oq dog'lar kuzatiladi. Ba'zi gijja turlari, masalan, askarida va lamla ichak devorlariga zarar yetkazib, ovqat hazm qilish tizimini izdan chiqaradi. Natijada qabziyat va ovqat iste'mol qilgandan so'ng qorinda og'riq kuzatiladi. Bundan tashqari, sababsiz asabiylik kuzatilsa, bu ham gijjalar tufayli bo'lishi mumkin. Farzandlaringiz salomatligiga e'tibor bo'ling. Agar yuqoridagi holatlar farzandlaringizda kuzatilayotgan bo'lsa, izohlarda gijja so'zini yozib qoldiring. Biz sizga tabiiy usulda gijjalardan xalos bo'lish uchun qo'llanma tashlab beramiz.